Bor yo'g'i 2 sotiqga ham shunaqa hashamatli uylar qursa bo'lar ekan. O'zini yozgi oshxonalari, namozxonalari, ikkitalab xollariga ega hovlimizni ko'rsatib beramiz. 6 ta xonadan iborat. Uyimizni 90% ishi bitgan, lekin joy egalari tomonidan 100% podключ bitkazib beriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan katta xoll, o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxona mebellarigacha qilib berilar ekan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Uyimizda 2 sotiq bo'lsa ham katta oila uchun mo'ljallangan, ikkita oila ham maza qilib yashasa bo'ladi. Binoyimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga bo'lsa travertin qilib berilar ekan. Uyimizning elektrika, santexnika va isitish tizimlari bitgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda ota-onalar uchun yotoqxona, bu xonamizning o'zini alohida sanuzyuli va alohida garderobnisi ham bor. Ikkinchi qavatimizda ham katta xollni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalari keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzyul, o'ng tomonimizda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun zalimiz joylashgan. Uyimizning o'zini podvali ham bor. Binoyimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizda uyimizning namozxonasini va uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy xonamizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.